Ondaqda siz kim? Ben kim? Hazırla beni görüp kalırsınız. Hazırla. Kim? Ben Sıkkı. Acab qo'rqdim. Siz kimsizmi? Lili, siz bilan paranlashay degandim. Nimani paranglashimiz? Sizga nima bo'ldi? Chiroyingiz boshqacharoq. Nim qilyapsiz? Lili, bugun sizga zot nima bo'ldi? Boyiman, noyta g'alit ishki telefonni qabul qildim. Biri paraxod ijaraga ilib Chonchonga bormoqchi ekan. U yerda bir xil kasallik virus tarqalibdi. U necha yuz minglagan odamlarni qutqizman deydi. Hay, bu odam saran ekan. Lili, uningmi gapiga ishlab yurapsiz? Yana bir telefon texmi qo'rqinchli. Uning ovozi xuddi do'zaxdagi alvaslining ovoziga o'xshaydi. Hay, Lili, menimcha siz bek charchab qolibsiz. Yana balduroq aramaylik. Aytib paranglashaylik, ha? Hey, Sakun. Nima bo'ldi? Ketma. Menga hamroh bo'ling. Ma'qul. Bilmedim nima ish qilgan. Burnim bir xil shumliqni purab turadi. Hey, to'g'ri. Bugun harbiy idora komitetidagi bu yo'ldosh ish posma telefon bering degandi. Yana telefon nomerini yozib bergandi. Lili, bu o'zi bosh og'riq deb o'ylashqo. Noyati ishga telefon kelgan qo'shu. Yerim kechida boshqalarni avara qilishni nima ochdi? Topdim. Bu yerdagi. Eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Aladigan adam yo'q. Derhal tushib mehmon saroyini qo'rsitdi. Tez bo'l, ma'qul. Tezroq. Tez bo'linglar, tez. Bu sekreter. Qandaqroq? O 3-chi qavatdagi 301-nomerlik yotoqda ekan. U ish kerakini jazmlashtira olamsiz. O Lifin degan ismni qo'llanibdi. Biroq u ekanligini aytaylik. Dal shu. Bu bizning eng oxirgi fursatimiz. Agar u yana qochib ketsa, bundan keyin uni tuta olishimiz tasga to'xtaydi. Xotirjam bo'ling. Men o'rlashtirib qo'ydim. Boshqarma taraf mehmon saroyining o'pkarisini qurshab bo'ldi. Manba zarbdor atrat tashkilladim. Ular har vaqt hujum o'tishga tayyor. Hujum qo'ytinglar. Xo'p. Harakatlaninglar. Tez bo'linglar, tez. Tez bo'linglar. Olsa. Biz kiralım. Kıpırdama! Jim dur! Yavaş ol! Tez ulan tez. Tez tez!
Sen Li Feng mi? Yo'q, emas. Li Feng qayerda? Ben rastıllah kimning Li Feng ekanligini bilmayman. Uruq, igiz bo'yliq, ustiga qora xurum palto kiyib olgan odam. Men bilan yotoq almashtirgan heliq odam ekan-da. Nima? Yotoq almashtirgan? Bayatın 301 numaralı yatakta yatılgan uruq igiz adam mening yatak uyumni chekib yatak almashtirsak deb turib oldi. Qarasam, uning yataqi yurishlik yatak ekan, meningki odatlik yatak. Shuning uchun men qo'shilgan edim. Aslida qaysi yotoqda turatdim? Yana uduldagi 303 numaralı yatak. Mangayli. Hop! Tez bo'linglar, tez! Qimirlama! Aqtiringlar. Hop hop! Tezli aqtiringlar. Hop! Tamaki qaldoqdek qiziq ekan. U tek bayadim ketgan o'xshaydi. Qolayli. Mehmon saroyini qurshab bo'ldik. U qachanmaydi. Lavam, mehmon saroyini qurshib olgan jangchilarga aytib qo'ying. Butun ichki va chiqish egizlarini qattiq qo'g'disin. Har qanday odamdan chiqib ketsa yo'l qo'ymasin. Akret boshlig'i. 3 odam bir guruh bo'lib tarqalib izlasin. Hop! Mehmon saroyining barliq chiqish egizini qattiq qo'g'dab, hech kimning chiqishiga yo'l qo'ymanglar. Tez! Hop! Yuringlar, men bilan menglar. So'rab baqay, arqishi qaysi tarafda ekan? Kirish uydan o'zingizlar orqa eshikka borasiz. Rahmat. Yo'ldosh, kimni izlayapsizlar? Bayan bu yerga birisi kirdimi? Bo'yi igiz odam u yoqdan chiqib ketdi. Cho'qimchoq, qolayli. Hop! To'xta! Sen nima qiladigan odam? Yotoqda yotmoqchi. Yotoqda yotaman. Bu yerda nima qilsan? Men bayatdan oq eshikdan kirdim. Endi mehmonxona ichiga kirmoqchi. Birisi keyin eshikdan chiqib ketdimi? Menga o'xshash egiz bo'yliqdan birisi chiqib ketdi. Mayli. Ahvol bormi? Yo'q. Birisi sirtqa chiqib ketdimi? Yo'q. Emas birisi kirdimi? Yo'q, biz bayatdan buyruq topshirib olib, hech qanday odamning kirib chiqishiga yo'l qo'ymadik. Abla, bayatdan qayliq igiz bo'yliq odam yashoyin ekan. Qolayli. O yoqqa ketdi. Sizlar chiqib ketinglar. Yuringlar.
Böyle izleyli. Hop hop. Gel bununla! Gel bununla! O bu yerde! Bunu tutun la! Gel bununla! Adam var bu! Gel bununla! Tekmölük bakıranlar. Aldı sizler. Su adam kilidi. Bununla! Bu bir yerde. Gel bununla! Bunu tutun Bu bir yerde! Gel bununla! Bu neymiş? Yen şu an yakını. Yen şu an kaçıp gitti. Kaçıp gitti. Sen kılıp ulanı boşalt. Ağala men bilen menla. Hop. Tez! Tez pes şeyle tez! Hop! Kechiringlar, palampay buzilib qolibdi. Endi o kaçanmaydı. Uyga solinib qoldi. Shava, odam chaqirib kel. Tez hojatxonaga kirib olinglar. Hargiz chiqmanglar. Boqol. Va mudir. O sekretar, o mushu uyga qimilib qoldi. Yaxshi. Qani bu qatim qayerga qochadi ekan? Hujumga tayyorlik qilinglar. Hay, esingizda bo'lsin. Cho'qim tirik tutinglar. Xotirjam bo'ling. Hujum o'tinglar. İşitning kuchiga shuncha ko'p odamning bir yan shoyinga taqobil turolmasligiga hargiz ishonmayman. Pilmot, ba! O't kuchlik bo'lsin, biroq odamga ziyon yetkazmanglar. Hop. Hujumni to'xtatinglar. Angla.
pastda o'q ovozi chiqyotidi. U qochqan o'xshaydi. U yer ekan. Ablah. O yana qichib ketdi. Bu sekretar, men odam boshlab qo'ylay. Zarbador aytadi, men bilan mingla. Shali. Yaxshimisiz? 5534 ga ulab bering. Sal saqlab turing. Qarshi tarafni ulab berishga amalsiz. Lili, sirtda shamol chiqibdi. Men pastga tushib, eshik derazalar ching etildimi yo'q qarab baqay. Yolg'iz qolsangiz, chataq yo'qdi. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Siz beravering. Bu ana, жаңада. Lal yo'q. Begzada, nim bo'ldi? Mehmonxonaning eshiklarini nimishqa chinatmadinglar? Xalit ish, boy yetishdan avval shunday yem etgan edim. Etib qo'ygan bo'lsa, o'zi ichilib ketibdi-mi? Balkim shamol ichib etgan o'xshaydi. Shamol chiqibdi. Eshik derazalarga obdan qaranglar. Ma'qul. Kiring. Lili, chakarlarga eshik derazalarni yana bir qatam tekshirib berishni aytdim. Xotirjam bo'ling, chataq chiqmaydi. Vaqt bir yerga bordi. Baldiroq aramaylar. Men qaytay. Sakın. Nima bo'ldi? Kechiring. Bugun kayfiyatim ancha yaxshi emas. Ba'zi gaplarni bek oshirib etdim. Ko'nglingizga ammang, ha? Hech qisi yo'q. Lili, siz degan mening eng yaxshi ko'radigan odamim. Siz qanaqlash qiling, men xafa bo'lmayman. Bo'ldi. Bering. Amisa men chiqib ketdim. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.shj-salkin.com. Kim?
Qo'rqmang. Sizga ziyonkashlik qilmayman. Mening kelishdagi maqsadim siz bilan yuz turani paranglashib baqay degan. Siz heliq telefonni bergan Li apandimi? Shundoq. Biroq mening familiyam Li emas. Mening haqiqiy ismim Yan Shuangyan. Siz nima qilmoqchi? Bunda qo'rqib ketishingiz hojatsiz. Mening yomon g'arzim yo'q. Siz bilan paranglashib baqay dedim shu. Nima to'g'riliq paranglashimiz? Menga azroq suv beramsiz. Bir kecha yugurib yurib usab ketdim. Hey, o'ltiring. Bu degan sizning uyingiz. Uyingizda turib olsa, men xijil bo'lib qoldi ekanman. Meningcha siz menga bek tonish. Sizni qayerda ko'rgan bo'g'aydim? Shundaqmi? Men nurg'un odamlarga shundoq ta'sir beraman. Telefon nomerimni, adresimni qanday bildingiz? Nima desam bo'la? Avval sizdan kechirim so'rayman. Kechirim? Nimishqa? Men bugun tushdan burun harbiy komitetning oldida mashinangizni bulab ketdim. Mashinamni bulgan o'g'rimi? Iymondaq tunishchirar ekan debdiman. Hayajonlanmang. O'ltiring. Siz o'chirmoqchi shundaqmi? Men dilo ma'lum qilmadim. Hukumat tarafdan sizni tutishni o'tinmadim. Siz ular Xatolashdingiz. Men bayatdan aytdim-ku. Men sizdan kechirim so'rag'ili keldim. Siz rostdan aytamsiz? Albatta. Biroq yana bir ishim bor. Men o'g'ri bo'lmoqchi emas. Niyatimni buzib, mashinangizni o'g'irlashni niyat qilmagan. Bugun tushdan burungi ishlar faqat bir tasodifiylik. Men harbiy komitetdan qochib, sizning mashinangizga so'qilib ketgan tas qoldim. U vaqtda ahvol jiddiy bo'lg'achqa, sizning mashinangizni ishiltib turishni to'g'ri topdim. Keyin mashinangizni daryo bo'yiga to'xtatib qo'ydim. Mashinangizdan tushib, arqa o'rindiqingizda bir tal portmanning turganligini ko'rdim. Ichida sizning nom kartangiz bor ekan. Uningdan bir tal elib oldim. Ishlar mana shundoq. Biroq harbiy idora qilish komitetiga bu yo'ldosh sizni qochqin jinoyatchi deydi. U Yusha. U burun mening boshlig'im edi. Nima? Sizning boshlig'ingiz? Amaliyotda uning deganlarining hammasi xato emas. Faqat bekli oddiy bo'lib qoldi. Qochqin jinoyatchi degan so'z rostliq qamlashmabdi. Sizmi kompartiyami? Shundoq. Mana bu tarpi mangu o'zgarmaydi. Rost gap qilsam, men qaymiqib qoldim. Kompartiya nima uchun kompartiyani tutmoqchi bo'ladi? Sababi nihoyat murakkab. Bir ishga so'z bilan tushuntirish mumkin emas. Shalixon qiz, bugungi ish xatarga tavakkul qilib siz bilan ko'rishishining sababi sizga nihoyat ayon. Siz boy telefonda tez suratli paraxodga o'tirib cho'nchonga qaytishga muhtoj ekanligingizni aytgan, shundaqmi? To'g'ri. Men sizni yordam qilishingizni umid qilaman. Bu yetami. Biroq Yibangdan cho'nchonga boradigan nurg'un paraxodlar bor. Piristonni boshqarma atrofdagilar qattiq tekshiryapti. Tekshirishni o'tishga amalsizman. Mundaq ekan-da.
Biroq bizning mal tashish paraxotimiz Yibing Pristanidan yo'lga chiqadi. Siz yana tekshirishdan o'zingizni chetga olmaysiz. Meningcha, bu ishga sizning cho'qim amalingiz bor. Biz degan haqiqiy savdogarlar Pristandagi hayonkashlarga o'xshamaymiz. Kechiring, men yordam qilolmayman. Siz 2 numurliq virusni anglab baqammi? Oddiy qilib aytganda, xolera deyiladi. Xolera? Shundaq. Yapon qarshi urush mezgilida Yaponiya armiyasi bir maxfiy qism tashkillab, maxsus urush maydonlarida ishlatiladigan virus tarqatish texnikasi tadqiq qiladi. Bu qismdagi tadqiq qilish xodimining topshirishicha, Yaponiya armiyasi burun sharq-shimoldagi urush maydonida bu xil virus qurolini sinab tariqasida ishlatib, 400 ming Jungo xalq armiyasining jiniga zamin bo'lgan ekan. 400 mingdan ortiq. Urush oyoqlashgandan keyin virus ham qurolning ko'p qismi ko'zni yo'qtilgan bo'lsa-mu, biroq kichikina bir qismi saqlanib qolgan. Bu manbay degan 2 numurliq virus. Bu xil virus tirik tanga sinab qilinadi. Agar uningdan yo'qolinib qolsalar, uning tarqalish doirasi nihoyat keng bo'lib, tarqalish sur'atining tezligi odamni hayron qoldirdi. Hozir viruslar Chongqingdagi yoshirinib yotgan Kuomintang jasuslarining qo'lida bo'lib, ular buningdan foydalanib, Chongqingni bir maydon jasadlar qaynamiga aylantirmoqchi. Bilaman, sizning ota-onangiz, qarindoshlaringiz hammasi Chongqingda. O'ylab beqing, agar virus shunday qilib tarqalib ketsa, ular qanday bo'lib ketadi? Bek qo'rqinchli ekan. Siz bularni qanday bilasiz? Bu tarbi muhim emas. Muhimi mening Chongqingga qaytishimga yordam qilib, echinishlik tragediyaning kelib chiqishini to'sish. Siz gapni yo'rg'ilitib, oxiri o'zingizning tez suratli paraxotga o'tirib, Yibingdan qochmoqchi bo'lganingizni oshkorladingizmi, shundaqmi? Mana bu mening maqsadim. Shundaqmi? Men tushundim. Bir savol so'rsam bo'lamdi? Albatta. Agar raslim shunday ish bo'lsa, hukumat bunga aralashmay qolamdi. Siz yolg'izlar bunday qirg'inchilikni to'sib qola olamdingiz? Men undaq demadim. Bu ish hozircha nihoyat maxfiy. Faqat bir necha odamlar biladi. Buni sizga aytib berishimdagi sabab, meni sizga ishonsizkan degan umiddaman. Mashinamni bulab ketgan odam kishinamdi. Sizga hammani tushuntirib qo'ydim. Qayta so'zlab o'tirg'im yo'q. Men faqat sizdan hukumat tutish buyrug'i chiqargan qochqin jinoyat ishganligingizni tushunman. Bu yusha hukumatga vakillik qilolmaydi. Siz texmo vakil bo'la olmaysiz. Qaraganda siz ancha aqlli emas taqilsiz. Ha? Agar siz meni yalvuryapti deb o'ylagan bo'lsangiz, u chaqda xatolashgan bo'lasiz. Men oq ko'ngil odam. Shunga amal bor siliq sipoy usullarni qo'llanaman. Amaliyotda cho'qim shunda qilishimning hojati yo'q. Bu menga sag'in tahdidmi? Albatta. Siz agar men sizga yordam qilmasam, qanday qilasiz? Sizga boshqalar o'g'il qilib boqammi? Bu nima deganingiz? O'zingizni qo'yib, o'ylab beqing. Agar siz qattiq ishonch bilan butun kuchingizni yig'ib, o'latirilishingizga qaramay ishlab, oxirgi kelganda sizni xoin, sotqin deb qarilsa, ko'z oldingizdagi qarindoshlaringiz bir-birlab o'lib tugasa, biroq qotil keng zamonda yayrab yursa, siz qanday o'ylagan bo'lardingiz? Burun siz qotilni qo'g'lab tutaman degan bo'lsangiz, amdilikda sizni qo'g'lab tutaman desa, sizni tutmoqchi bo'lgan odam sizning eng yaqin odamlaringiz, hamsatdoshlaringiz bo'lsa, siz bor kuchingiz bilan ulardan qochib, ularga ziyonkashlik qilib qo'yishdan qo'rqsangiz, siz yana qanday o'ylaysiz? Mana bu mening qanday holatda turayotganim. Mening kayfiyatimning qanday nachar holatda turayotganligini endi tushungansiz.
Bayatın siz menden qanday qilasiz deb so'radingiz. Men sizga deb beray. Buni siz o'ylagan ishlarning ichidagi eng nachar ahvol deb biling. Siz meni o'ldiraytamsiz? Meningcha bu eng yaxshi natija. Vana! 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 Çıkın la! Şali qayerda? Qo'y ver. Men bilmayman. Meni ikkinchi qatim so'ratqizma. U yoqdagi egildigan uyda. Birodarlarni chaqirib kel. Hop. Qandaq? O'ylab bo'ldingizmi? Mening vaqtim qis. Sabr taqtim o'chaklik. Ma'qul. Men qo'shildim. Nayt yaxshi. Men bu xil pozitsiyani to'liq yaxshi ko'raman. Qachon yo'lga chiqamiz? Men telefon berib o'rinlashtiray. Ma'qul. Bu harbiy komitetdagi Wu Yushaning telefon nomeri. Hilegarlik qilaman demang. Bo'lmasa, buning uchun badal to'laysiz. Qanela. Vay. Shalixan qizmi? Ha, men shu. Sizga men harbiy idora qilish komitetidagi Wu Yusha. Sizning telefoningiz izchil ulanmay qoldi. Men do'stim bilan paranglashayotgan. Biror ish yo'qdi. Men nayt yaxshi. Xotirjam bo'ling. Kechiring, men uxlay degan. Xayr xo'sh. Ahvol xatarlik. Lovan, hozirla Shalining uyiga qarab yo'lga chiqay. Xo'p, mayli. Siz men qilmoqchi.
Meningcha, bu yuşa yarım saat ichida bu yerga yetib keladi. Lekin afsus, uni saqlab turolmaydigan bo'ldingiz. Bo'ldi, mayli. Nega boramiz? Sizningcha-chi? Sirtda shamol bek kuchlik. Hech bo'lmaganda shamol to'xtaganda mangayli. Bayatdan siz bu yuşaning telefonini ahmagan bo'lsangiz, shamolning to'xtashini saqlagan bo'lardik. Biroq siz o'zingizni pek aqlli chaqlab ketdingiz. Gapni oz qiling. Mayli. Men qo'rqaman. Mangamayman. Sizda shundoq jasorat bormi? Meni o'ldiribdimsiz? Sizningcha-chi? Agar meni o'ldirmasangiz, paraxodga chiqolmaysiz. Men azaldan boshqalarning tahdidiga uchrab boqmagan. Tez bunu! Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Demiş bo'ldi. Bir oyalg'im taqabil turamidinglarmi? Uy ichida bir odam borkan, ichga kirgan birodarlarning hammasi tugashdi. Qanday odamkan? O'roqroq egiz odamkan. Sizga o'xshash lastlabdi. Ya şu an yeng. O bu yerda nima ish qiladi? Qandaq? Hamdi men bilan bilamaysiz?